ep kelgan mazmunimizni yana o'xshashla yoqtirib anglag'aysizlar. İki qo'lig'i yo'q ana. Tug'utdan keyin ko'zini yengili ochgan ana balamni ko'rsam bo'lamdi deb so'radi. Doktoru ananing quchog'iga yumshoqqina bir yo'gakni berdi. Darmonsiz bo'lsa-mu xushallig'i ko'zdan bilinib turgan ana hayajon ilkida balasining yuzini ko'mak bo'lib, yo'gakning burjigini ochdi va cho'chib tili gapga kelmay qoldi. Ana balaga qarab turgan doktor tezlikda kayniga o'rildi. Balaning quloqlari yo'q edi. Tekshirish natijasida balaning qulog'i yo'q bo'lsa-mu, anglash sezimining normal ekanligi, ko'rinishini buzgan faqatla qulog'ining yo'q ekanligi aniqlandi. Ardin yillar o'tdi. Bala cho'ng bo'lib maktab yeshiga to'shdi. Bir kuni bala maktabdan yugurib kelganicha onasining quchog'iga o'zini otdi va yig'lab turib onasiga "Bir bola meni sen bakmu sat, ko'rimsiz ekansan" dedi. Va unsilib yig'lab ketdi. Bu ahvol balaning hayotidagi tunji qitimliq kamsitilishi edi. Shunda qilib bala o nuqsoni bilan cho'ng bo'ldi. Maktabda tirishib yaxshi o'qidi. Darslarni ko'ngil qo'yib yaxshi o'rgandi. Ana balaga davomliq o'zi bilan teng tush balalar bilan o'tish kerakligini eskartdi. Ammo bu so'zlarni degan vaqtda ona yuragida cho'nqur bir o'kinish tuyg'usi paydo bo'ladi. Balaning dadisi doktor bilan ko'rishdi va boshqa amalning bor yo'qligini so'radi. Doktor, agar bir jup quloq tepilsa, ko'chirish operatsiyasi qilg'ili bo'ladi dedi. Shunda qilib, ular balasi uchun quloqlarini pido qila oladigan kishi izlashga boshladi. Oradan 2 yil vaqt o'tdi. Bir kuni dada balasini chaqirib, "Balam, sen hozir doktorxonaga borsan. Opang bilan ikkimiz sana quloqlarini beradigan bir kishini topdik. Ammo esingda bo'lsin. Bu bir sir" dedi. Operatsiya o'ngishli bo'ldi. Yangi qiyofatidan keyin balaning mijozida nihoyat cho'ng o'zgarishlar bo'ldi. Maktab hayoti va kishilik hayotida nihoyat zo'r muvaffaqiyatlarga erishdi. Cho'ng bo'ldi, o'ylandi. Yillar o'tdi. Bir kuni bala dadasining yiniga keldi va dadasidan "Dada, menga bu qadar yordam qilgan kishi zodi kim? Men o kishining yaxshiligi uchun hech qilib beranmidim" dedi. "O kishi uchun sening qo'lingdan bir ish qilish kelmaydi. Ham o kishining kimligini hozir bilsang bo'lmaydi. Texi vaqti emas" dedi dadasi. Bu sir yillarcha oshkorlanmadi. Ammo bir kuni hayotining eng og'ir kunlarining birida bala dadasi bilan birga onasining jinozasi yiniga keldi. Dada mehri bilan qo'lini onasining beshiga uzatdi. Qizil, qahva rangi sochlarini qo'li bilan orqasiga tordi. Onaning quloqlari yo'q edi. Dada balaning qo'liga pichirlab turib, "Anang hech bir vaqt sochlarini yasashga majbur bo'lmadi. Sana yordam qila olganligidan, sening chehrangdagi xushallikni ko'raligidan bakmo xushal edi" dedi. Barlig'ini balam deb yashagan shu aziz onalar, qaddi tog'dek shu mehribon dadalar mangu salomat bo'lsin. Bu hikoyani anglab ko'zlaringizga ixtiyorsiz yoshlar kelgan bo'lishi mumkin. Xayr, hammanglar salomat bo'linglar. Atidagi mazmunimizni ko'rishaylik. Rahmat sizlarga.